Assalamu alaykum qadirlik sağollaşlar. Muş vaxtınla xeyirlik olsun. Bugün hazırki zaman Uyğur dili dərsimizin 37-ci dərsini ötümüz. Ötken saatlik dərsimizdə sanның mənisi və sanның türləri haqqında toxtalıb ötkendik. Bugün sanның qrammatiklik alaylığı və sanның alaylı qollanılışını görüp çıxımız. Dərsimizə başlaşdan burun ötken saatlik dərsimizin axırı sorab ötken tövəndiki iki sualımızға qısqaça cavab verib ötəylik. Birinci, san degan nima? San deganimiz şeylerin hesabını, tertibini yoki numurluq belgisini bildirgan sözler san deyiladi. İkinci, sanlar türleniş ve cüpleniş yolları bilan qaysi türlerini hasıl qiladi? Bunun cevabı Uyghur tilidagi sanlar türleniş ve cüpleniş yolları bilan sanaq san, mölçer san, tertip san, kesir san, təqsim san, reviz san, kişilik san ve almaç sandan ibaret qrammatiklik türlerini hasıl qiladi. Hamdi bugünkü dersimiz kelsək, bugün sanlarının qrammatiklik alaylığı və sanlarının alaylı qollanılışını görüp çıxımız. Ən əvvəl sanlarının qrammatiklik alaylığını görüp çıxsaq, sanlar tövəndikli qrammatiklik alaylıqlarına ega. Birinci, sanlarının özünə xas qrammatiklik kateqoriyası yox. Yəni, sanlar, isimlar və feillər oxşaş şəxs kateqoriyası, kiliş kateqoriyası yoki dərəcə kateqoriyası bilan türlənib gəlməydi. İkinci, sanlar isim yoki isim xarakterli sözlerini aniqlab kelib cümlede aniqlovchi bo'ladi. Masalan, men 5 kitap aldım. Bu yerdagi 5 degan san aq tarafidagi kitap degan ismni aniqlab kelib cümlede aniqlovchi vazifasiga kelgan. Bu ikkinchi sinf, bu yerdagi ikkinchi degan san aq tarafga kelgan, sinf degan ismni aniqlab cümlede aniqlovchi vazifasiga kelgan. Üçüncü, sanlar feillarni sifatlab kelib holat vazifasi kelmaydi. Ammo bir qism turaqlashgan birikmalarda feillar bilan birikib holat vazifasi keldi. Bundaq birikmalarda aslida san bilan feil orasida harakat miqdorlari bo'lib, davomliq ishlatish natijasida tushib qolgan yoki shu pet turaqlashib qolgan. Masalan, 7 o'lchab 1 kes, bu maqolning asli 7 qitim o'lchab 1 qitim kes va bu yerdagi harakat miqdori bo'lgan qitim davomliq ishlatish natijasida tushib qolgandan keyin 7 o'lchab 1 kes shakliga kelgan. Bundan başqa 1000 yaşa, ya'ni 1000 yil yaşa bu yerdagi yil degan miqdor tushib qolgandan keyin 1000 yaşa shaklida davomliq ishlatish natijasida bu shaklda turaqlashib qolgan. To'rtinchi, sanlar sifat va ravishlarni qabul qilmaydi. Ya'ni bu deganimiz sanlar sifat va ravishlar bilan birikib kelinmaydi. Masalan, chiroyli 5, intayin 5 yoki go'zal 10 Nəhayət 10 degəndək müşxil sanlar bilan sifət və rəvişlərini birlikdə bir cümlə içində keltirəməyimiz. 5-ci, xəbər tipidəki şəxs qoşumçuları qoşulub cümlədə xəbər vəzifəsi keldi. Məsələn, mən sinifdə 2-ci, mən bu yerdəki 2-ci degan sanğa şəxs qoşumçusu, yəni mən degan şəxs qoşumçusu qoşulğandan keyin bu cümlədə xəbər vəzifəsi kelgan. 6-cı, sanlar isimləşdi və isimnin san, keliş ve təvəllük qoşumcularını elib cümlənin hər xil bölükü olub gələləydi. Məsələn, bizning mahalladan 5 bala ali məktəb getdi. İkisi Ürümçiga mangdi, birining puti sinib ketib, o'qishni 1 yil kechiktirdi. Qolgan ikkisiga nima bo'lganligini bilmayman. Bu yerdagi 5, ikkisi, birining ikkisiga degandek mush sonlar ismlashgandan keyin ismning son, kelish va tavallud qo'shimchalarini olib kelgan. Ya'ni bu yerdagi 5 bo'lsa, bosh kelish shaklda, ikkisi bo'lsa, uchinchi shaxs tavallud, birining bo'lsa ham tavallud ham kelish qo'shimchasi, ya'ni uchinchi shaxs tavallud va egilik kelish qo'shimchasi bilan, ikkisiga bo'lsa ham uchinchi shaxs tavallud va yo'linish kelish qo'shimchasi bilan qo'shilib kelgan. Hamda sanlarning alaylı qo'llanilishini ko'rib chiqamiz. Sanlarning alaylı qo'llanishidan birincisi sanning bevosita ismlashishi. Uyg'ur tilidagi sanoq son va kesir sonlar ba'zida bo'libmi matematikada abstrakt son o'qimini ifodalab keladi. Bu chog'da ular bevosita ismlashib kelish kategoriyasi bo'yicha turlandi va jumlada ism vazifasini o'taydi. Masalan, 8 cüpsan bu cümlede 8 baş kelishi kelgan ve isim rolü kelib, yani isim vazifasi kelib cümlede ega bo'lib kelgan. 5'ga 4 ni qo'ysa 9 bo'ldi. Bu yerdagi 5, 4, 9 degan sonlar ismlashgandan keyin kelish kategoriyasi bo'yicha turlangan. Ya'ni 5'ga bo'lsa yo'linish kelish bilan, 4 ni tushum kelish bilan, 9 bo'lsa bosh kelish bilan turlanib kelgan. 11 dan 5 ni olsa 6 qoladi. Bu yerdagi 11, 5 ve 6'dan ibaret mush sonlar ismlashgandan keyin kelish kategoriyasi bilan turlangan. Yani 11'dan chiqish kelish, 5 ni tushum kelish, 6 bo'lsa bosh kelishda turlanib kelgan.
Töttün birge töttün birini koysa 2'den 1 buldu. Bu yerdeki töttün 1 ve 2'den 1 müşedik sanla cümlede isim ve zepit kelgen ve isimlaşkandan keyin keliş kategorisi bilen türlengen. Yani töttün bolsa çıkış keliş, birge yöneliş keliş, töttün okşaşlar çıkış keliş, birini bolsa düşüm keliş, 2'den okşaşlar çıkış keliş ve 1 bolsa baş keliş şekilde türlenip kelgen. Onun içinde 5 2 var. Bir yerdeki 10 ve 5 2 degan müş sonlar okşaşlar ismlashib kelgandan keyin kelish kategoriyasi bo'yicha turlangan. 2, 8, 16 bo'ladi. Bu yerdagi 2, 8, 16 degan mushu sonlarning hammasi bevosita ismlashgandan keyin kelish kategoriyasi bo'yicha, ya'ni baş kelish kategoriyasi bo'yicha turlanib kelgan. Sonlarning alohida qo'llanishdan ikkinchisi sonning bevosita almashishi, ya'ni almash rolida kelishi. Sanaq sonlar ve bazı mölçer sonlar ba'zida bevosita almashlashib tushumkeli shaklda to'ldiruvchi bo'lib keladi va kontekstda ma'lum bo'lgan yoki chiqish kelish shaklidagi ism orqali ifodalangan ma'lum bir tipdagi shayning shu son aniqlagan qismini bildirdi. Masalan, bu qalamni nereden aldingiz? Men bu birini olay, bu yerdagi birini degan son qalam degan sonning o'rniga almashib kelgandan keyin tushumkeli shaklga kelib, bu jumlada to'ldiruvchi vazifasiga kelgan. Konvert algılı barsanız mağamı onunu alğaş gelen. Bu yerdeki onni degan son tushumkeli şekilde yani to'ldiruvchi bo'lib kelgan. Bu yerda bo'lsa konvert degan ismni o'rniga almashib kelgan. Almaning jing'i qancha bo'lmanga 5 oltin tartib bering. Bu yerdagi 5 oltini degan son o'xshashlar tushumkeli shaklga kelib, mush jumlada to'ldiruvchi vazifasiga kelgan va alma degan ismni o'rnida almashib kelgan. Muşundaq kitaptın menmu birini alaman. Bu yerdeki bir degan son bolsa, kitap degan ismni o'rniga almışıp kelib ve tushumkeli shaklda kelib, mush jumlada to'ldiruvchi vazifasiga kelgan. Almadan 10ni, nechbitin 10ni bering. Bu yerdeki 10ni degan sonlar o'xshashlar alma ve nechbitdan iborat ismlarni o'rniga almışıp kelgandan keyin tushumkeli shaklda kelib, mush jumlada to'ldiruvchi vazifasiga kelgan. Sonlarning alohida qo'llanishdan uchinchisi sonlarning vaqt ism bo'lib kelishi. Uyg'ur tilida bir qism sanoq sonlar belgili kontekstda ismga aylanib ketadi. Bularni tafsiliy ko'rib o'tsak, birinchi oyga, chislaga yoki haftaga so'zni beqindirib kelgan sanoq sonlar xabar bo'lib, shu oy yoki shu haftaning nechinchi kun ekanligi to'g'risidagi hukmni bildirdi. Masalan, bugun oyga, ya'ni chislaga 15, bugun ikkinchi oyga 22, haftaga 5, o'g'illik 6, bu yerdagi 15, 22, 5, 6 degan sonlar bularning oldidagi oyga, haftaga, o'g'illikka degandek mush so'zlarni o'ziga beqindirib kelgandan keyin shu oy yoki shu haftaning nechinchi kun ekanligini bildirib kelgan. Ikkinchi oyning yoki haftaning so'zini o'ziga beqindirib tavallud qo'shimchasi bilan kelgan sanoq sonlar shu oy yoki shu haftaning shu son tartibidagi kunni bildirib inchi kuni degan ibora bilan tangdosh qo'llanildi. Masalan, 11. ayının 12'si bizning Cumhuriyet bayramımız bu yerdeki 12'si degan 12. kuni degan ma'ni bildirdi. Bu ish keyingi haftaning 2'siga qoldi. Bu yerdeki 2'siga 2. kuniga degan ma'ni bildirdi. 3. soat so'zidan keyin kelgan sanoq sonlar soat bo'yicha hisoblangan mezgil ismini bildirib, ismga o'xshash turlandi. Masalan, soat 5'dagi men bu yerdeki 5 degan son soat so'zining keyiniga kelgandan keyin ve şu saat boyunca hesaplangan mezgil ismini bildirib, isimga o'xshash turlangan, ya'ni 5'te bo'lsa, o'rin kelish shakli bilan turlanib kelgan. Soat 4'dan 5 minut o'tdi. Bu yerdagi 4 degan songa o'xshashlar soat so'zidan keyin kelib, o'xshashlar mezgil ismini bildirib, ya'ni isimga o'xshash turlangan 4'dan, ya'ni chiqish kelish shakli bilan turlanib kelgan. Saat 2'ning belirti barmi? Bu yerdagi 2 degan songa o'xshashlar soat so'zidan keyin kelib, eglik kelish shakli bilan turlanib kelgan. Yig'in soat 8'dan 11gacha davom qildi. Bu yerdagi 8 va 11 dan iborat mush sonlar o'xshashlar soat so'zidan keyin kelib, ismga o'xshash turlanib kelgan, ya'ni 8dan bo'lsa chiqish kelish, 11gacha bo'lsa chek kelish shakli bilan turlanib kelgan. Endi sonlarning alohida qo'llanishidan to'rtinchisini ko'rib chiqsak, sonlarning yoshni ifodalab kelishi. Uyg'ur tilida sanoq son va ba'zi mo'ljar sonlar belgili kontekstda bo'libmi kirmak, oshmoq fe'llariga beqinib kelganda shu son ko'plikdagi yosh ma'nosini bildirdi. Masalan, u bu yil soq 20 kirdi. Bu yerdagi 20 degan son kirdi, ya'ni kirmak fe'liga beqinib kelgandan keyin 20ga, ya'ni shu son ko'plikdagi yoshni, ya'ni 20 yoshni ifodalab kelgan.
Çoğun bolduğun 20'den aştın bir yerdeki 20'den ibaret san oxşaşla aştın yani aşmaktan ibaret peylgi beqinip kelgenden keyin şu san köplüklik yaşını yani 20 yaşını bildirip kelgen. O 70'ten aşkan bolsunmu davamlıq işləvatıdı. Bu yerdeki 70 degan san oxşaşla aşmaq degan peylgi beqinip kelgenden keyin 70'den yani 70 yaşdan degan ma'ni bildirip kelgen. Onun çoğun balası 15-16 kirip kaldığı bir yerdeki 15-16'dan ibaret müş mölçersan kirmek peylga beqinip kelgenden keyin şu san köplüklik yaş ma'nisini yani 15-16 yaşdan ibaret şu ma'nini ifadalab kelgen. O adam mı yaşanıp kaldı, 80 neçe kirip kaldı bir yerdeki 80 neçeye degan mölçersan kirmek degan peylga beqinip kelgenden keyin şu san köplüklik yaş ma'nisini yani 80 neçeden ibaret şu yaş ma'nisini bildirip kelgen. Sanlarning alayda qo'llanılishidan 5-si sanlarning nomerini bildirib kelishi. Endi sanlarning nomerini bildirib kelishida Uyg'ur tilida sanoqson va ba'zi mo'ljar sonlar ba'zida bevosita, ba'zida tushumkeli shaklda almoq yoki qo'ymoq fe'liga beqinib imtihon nomerini bildirib kelishi mumkin. Masalan, 3 yillik imtihonda tildan 95, matematikadan 98, adabiyotdan 100 opti. Bu yerdagi 95, 98, 100 dan iborat mush sonlar mush cümlede apto degan fe'lga beqinib kelgandan keyin imtihon nomerini bildirib kelgan va bu yerdagi tushum kelish qo'shimchasi tushib qolgan. Mushundoq javob bersangiz 100 qo'yman, bu yerdagi 100 degan son qo'yish, ya'ni qo'ymoq fe'liga beqinib kelgandan keyin bu yerdagi imtihon nomerini bildirib kelgan. Har bir darsdan 100 olmoq oson emas. Bu yerdagi 100 degan songa o'xshashla almoq fe'liga beqinib kelgandan keyin imtihon nomerini ifodalab kelgan va mush jumlada o'xshashla ko'rib o'tganimizdek ne qo'shimchasi yani tushum kelish qo'shimchasi tushib qolishi mumkin. Sonlarning alohida qo'llanilishida sonlarning xon ismi bo'lib kelishi. Sonlarning xon ismi bo'lib kelishida Uyg'ur tilida 1, 10, 100, 1000, 1 million, 10 million, 100 million, 1 milliard, 10 milliard, 100 milliard sonlari larlar qo'shimchasi bilan birikib xon ismini bildirib keladi. Masalan, birler, onlar, yüzler, minglar, 10 minglar, yani bular o'xshashlar. Birlar xonasi, onlar xonasi, yüzler xonasi, minglar xonasi, 10 minglar xonasi shaklida ifodalanadi va 10 minglar shaklida mush ikki xil shaklda ifodalanadi va ko'rib chiqqanimizdek larlar qo'shimchasi bilan birikib xon ismini bildirib kelgan. Sonlarning alohida qo'llanılishidan 7-si sonlarning harakat miqdorini bildirib kelishi. Sonlarning harakat miqdorini bildirib kelishda Uyg'ur tilida sanoqson va ba'zi mo'ljar sonlar ba'zi kontekstlarda fe'llar beqinib shu fe'l ifodalagan harakatning qitim sonini bildirib keldi. Bu ahvol tuvancha ikki xil bo'ladi. Birinchi, ba'zida bo'libmi maqol tamsillarda ba'zi sanoqsonlar qitim ma'nosini o'z ichiga olib bevosita fe'lga beqinib holat bo'lib keladi. Masalan, 7 o'lchab bir kas bu jumladagi 1 degan son kas degan fe'lga beqinib kelgandan keyin mush jumlada holat vazifasi kelgan. 100 anglagandan bir ko'rgan a'lo. Bu yerdagi 1 degan songa o'xshashlar ko'rgan, ya'ni ko'rmak fe'liga beqinib kelgandan keyin mush jumlada holat vazifasi kelgan. Ikkinchi, sanoqson va ba'zi mo'ljar sonlar tushumkeli shaklda ba'zi fe'llarga asosan qisqa vaqt ichida üst-üstlab takrorlashib bo'lgan harakatlarni bildiradigan fe'llarga beqinib shu fe'l ifodalagan harakatning qitim sonini bildirdi. Masalan, uning tomiri ittik minutiga 98 ni so'qyotidi. Bu yerdagi 98 dan iborat mush son so'qmoqdan iborat fe'lga beqinib kelgandan keyin bu yerdagi harakatning qitim sonini, ya'ni tomir so'qishning qitim sonini bildirib kelgan. O balını qo'liga ilib, mag'izga ish kuchni so'yib qo'ydi. Bu yerdagi 2-3 dan iborat mush son so'yishdan iborat fe'lga beqinib kelgandan keyin mush harakatning qitim sonini bildirgan. O tepkish tepishqa ust ekan, tushirmay 150 ni tepdi. Bu yerdagi 150 dan iborat mush son tepishdan iborat, ya'ni tepmakdan iborat fe'lga beqinib kelgandan keyin mush harakatning qitim sonini bildirib kelgan. Sonlarning alohida qo'llanılishidan 8-si bir sonining boshqacha qo'llanilishi. Endi bir sonning boshqacha qo'llanilishi tuvandikicha bo'ladi. Uyg'ur tilida bir soni son o'qimini ifodalagandan tashqari yana tuvandikidek alohida ma'nolarda qo'llaniladi. Birinchi, aniqlovchi bo'lib, aniqlang'uvchini gavdalantirish rolini o'ynaydi. Masalan, bu nihoyatda murakkab bir masala. Bu yerdagi bir soni mush jumlada aniqlovchi vazifasi kelib, masaladan iborat aniqlang'uvchini gavdalantirish rolini o'ynagan. O nihoyatda oq ko'ngil bir odam ekan. Bu yerdagi bir soni o'xshashla aniqlovchi vazifasi kelib, odamdan iborat aniqlang'uvchini gavdalantirish rolini o'ynagan.
Bu nəhayət əhəmiyyətli bir gün bu yerdəki bir sani oxşaşlar müş cümlədə eniqləyici vəzifəsi gəlib gündən ibarət eniqlanğıcını gövdələndiriş rolunu oynayan. İkinci, eniqləyici olub, eniqlanğıcı ifadələyən bir tipdəki şeyin məlum birini göstəriş rolunu oynaydı. Məsələn, bir iş yadımga tushib qoldi. Bu jumlada bir degan son aniqlovchi vazifasi kelgandan keyin ish degan aniqlang'ich ifodalagan bir tipdagi shayning ma'lum birini ko'rsatish rolini o'ynagan. Sizni bir odam izlab keldi. Bu jumladami o'xshashla bir soni aniqlovchi vazifasi kelib, aniqlang'ich ifodalagan bir tipdagi shayning, ya'ni odamning ma'lum birini ko'rsatish rolini o'ynagan. Men bu odamni bir chog'da ko'rgan. Bu jumladami o'xshashla bir soni aniqlovchi vazifasi kelib, aniqlang'ich ifodalagan bir tipdagi shayning, ya'ni chog'ning, vaqtning ma'lum birini ko'rsatish rolini o'ynagan. Üçüncü, o'xshashlikni yoki birlikni, ya'ni birliktelikni bildirdi. Bundaq ma'noda kelganda jumlada aniqlovchi, xabar, holat vazifalar kelishi mumkin. Masalan, biz ular bilan bir turimiz. Bu jumlada bir degan son bu jumlada holat vazifasi kelgan. İkimizning fikri bir ishkan. Bu jumlada o'xshashlar bir degan son holat vazifasi kelgan. To'rtinchi, sifat va fe'llarning oldida holat bo'lib kelib, sifat yoki fe'lning ma'nosini kuchaytirish rolini o'ynaydi. Masalan, o bir varqirvidi, hammaylan jimli bo'lib qoldi. Bu yerda birdan iborat mushsan, varqirashdan iborat fe'lning oldida kelib, ya'ni bu jumlada holat vazifasi kelgandan keyin, ya'ni fe'lning varqirashdan iborat fe'lning ma'nosini kuchaytirish rolini o'ynagan. Beshinchi, takrorlanib bog'lovchilik rolini o'ynaydi. Masalan, o bir u yoqqa qaraydi, bir bu yoqqa qaraydi. Bu yerdagi bir soni takrorlangandan keyin bu jumlada bog'lovchilik rolini o'ynagan. Bir undaq qilib baqaman, bir mundaq qilib baqaman, hech laplashmayotidi. Bu jumlada o'xshashlar bir soni mush jumlada bog'lovchilik rolini o'ynagan. Oltinchi, boshqa so'zlar bilan birikib so'z yasash rolini o'ynaydi. Masalan, birdan bu yerda bir degan son bilan dam degan ism birikkandan keyin ravish shakllangan. Bir az, bir talay, bir muncha degan sifatlardan o'xshashlar bir soni az, talay, muncha degan so'zlar bilan birikib kelgandan keyin yangi bir so'z yasalgan. Her bir degan almashma o'xshashla har degan so'z bilan birikkandan keyin yangi bir so'z yasalgan. Dersimizin ahırda sonning beqindilarini ko'rib chiqamiz. Sonlarning boshqa so'zlarni o'ziga beqindirib kelish ahvoli nihoyat az ko'riladi. Ya'ni boshqa so'z turkumlariga o'xshash sonlarning beqindilari unchalik ko'p emas. Sonlarga faqat taxminan, saq, to'p-to'g'ri qatorliq ayrim sifat va ravishlar ham salkam, birkam, ikkikam qatorliq ayrim so'z birikmalari beqinib kelishi mumkin. Masalan, bu yig'inga taxminan 1000 odam qatnashdi. Bu yerdagi 1000 degan songa taxminan degan so'z beqinib kelgan. Sonidim saq 10 ekan. Bu yerdagi 10 degan songa saq degan so'z beqinib kelgan. Bizning sinfda to'p-to'g'ri 10 o'quvchi bor. Bu yerda o'xshashlar 10 degan songa to'p-to'g'ri degan son beqinib kelgan. O bir kam 50 kunda keldi. Bu yerda 50 degan songa o'xshashlar bir kam degan so'z birikmasi beqinib kelgan. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Bugungi darsimizning oxirida bu darsimizga munosabatli bo'lgan tuvandagi savolimizni so'rab o'tamiz. Sonning alohida qo'llanilishi qaysi turlarni o'z ichiga oladi? Bu savolimizning javobini YouTube videomizning ostidagi inkas qismiga yoki Instagram hisobimizning DM qismidan uchur yozib avasanglar bo'ladi. Undaqda keyingi soatlik darsimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.